Meni sensiz qoldirma. Muallif Bahorim. 5-qism. Hammasini unutishni xohladim. To'y tugagach, Sardor akam bilan yolg'iz qolganimizda hammasi oshkor bo'lishini bilsam ham o'ylashni xohlamadim. O'zim orzuyimdagidek oppoq libosda, sochlarim o'zim xohlaganimdek turmaklangan. Pardozim ham me'yorda. Yaqinlarimni aytishi bo'yicha malikalardek bo'libman. Allohga shukrki, o'zim sevganga turmushga chiqyapman. Baxtliman. Kechikib bo'lsa ham Halima keldi to'yga. Ruqiya ham yonimda. U kelin dugonam bo'lgandi. Halima ko'p o'tira olmadi. Sardor akam kelguncha meni bir rov tabrikladi-yu ketdi. Unga ham osonmas. Qaynonasidan gap eshitmasligi, oilasi buzilmasligi uchun yaqinlarini to'yida ham xotirjam o'tira olmaydi. Biroz turib, Sardor akam o'ziga yarashgan kostyum-shimda meni olib ketgani keldi. Biram kelishgan kuyov bo'libdiki, hamma ikkimizga havas ila qarardi. Urf-odatlarimiz bo'yicha Sardor akam dadamning duosi ila meni ota uyimdan olib ketdi. Oyjon, bitta gap aytaymi? To'yxonada Ruqiyani ortidan qolmay yurgan Yodgora oyisiga kulib qaradi. Ayt, malikam. Dadam sizni chiroyli bo'lib ketibdi dedi. Voy, shunaqa dedimi? Ruqiya kulib qo'ydi. Demak, bugungi ko'rinishimga e'tibor beribdi-da. Qachon his-tuyg'ularimni, samimiy his-tuyg'ularimni anglab yetar ekan. Judayam chiroylisan, gulim, deya Sardor akam qo'limdan tutdi. Men jilmaygancha ularga qaradim. Hozir ikkimiz ham mehmonlarga samimiy jilmayar ekanmiz, judayam baxtlimiz. Buncha dadang bizni hech qayerga qo'ymaydi-ya qizim. To'y tugaguncha 1000 marta qo'ng'iroq qilibdi. Qizimga meni shikoyat qilmay tez-tez yur. Ruqiya Murodni ko'rib cho'chib tushdi. Osmondan tushdimi nima balo bu inson? Ruqiya ichida xursand bo'layotgandi. Murod unga e'tibor qilayotganidan. Yangalarim aytganidek egilib salom qildim. Sardor akam yuzimni ochib peshonamdan o'pdilar. Sal qolsa hayajondan hushdan ayrilardim. Biram yoqimli holat ediki, ammo ich-ichimdan qo'rquv degan tuyg'u meni qamrab olayotgandi. Bezatilgan dasturxonga o'tirib taomlandik. Ovqatlanib bo'lgach, dasturxonni yig'ishtirib qo'ydim. Sardor akam menga hozir yaqinlashmoqchi bo'ldilar, ammo bahona qilib hammomga kirdim. Men qo'rqqan daqiqalar keldi. Nima qilaman endi? Nima? Hammomdan chiqdim. Sardor akam yotoq ustida boshini changallagancha o'tirardi. Qachon aytmoqchi eding? Dedi biroz sukutdan so'ng. Demak bilibdilar. So'ramay qolganidan bilishim kerak edi. Tamomsan Gulruh, tamom. Gulruh, men senga aytdim. Yolg'onni yoqtirmayman dedim. Sardor akam joyidan turib, yonimga kelib, meni o'ziga qaratdi. Bilaman, aytish osonmas, lekin aytishing kerak edi. O'sha ablahni o'z qo'llarim bilan o'ldirardim. Sardor akam shunchalar vajohat bilan baqirardiki, qo'rqib ketganimdan dir-dir titrardim. Hali ham o'lib qutulibdi. O'lmaganda ham o'z qo'llarim bilan o'ldirardim. Kechiring meni. Yig'lagancha yerga o'tirib qoldim. Vaqtida jur'atim yetib aytganimda ham mana shu holat bo'lar edi. Endi Sardor akam hech qachon meni kechirmasa kerak. Endi baxtga yetdim deganingda hammasi bir zumda yo'q bo'lib qolsa, bundan yomoni bo'lmas ekan. Men senga ishongandim. U menga ishonadi, hech bir gapni yashirmaydi deya o'ylagan edim. Lekin sen menga ishonmas ekansan. Men qo'rqdim. Jur'atim yetmadi. Sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqdim. Hiqillab yig'lagancha shunday dedim. Sardor akam baqirgancha yotoq ustidagi choyshapni yulib otdi-da, xonadan chiqib ketdi. Men esa yig'lagancha qolaverdim. Kunlar ketidan kunlar o'ta boshladi. Sardor akam menga umuman gapirmadilar.
Uyimga haydab ham solmadilar. Bu og'riqli kunlarim menga bir asrdek bo'lib o'tayotgandi. Halima ham qaynisinglisini to'yi bo'lib o'tgani sabab tinim bilmadi. Qushda tinim bor, lekin Halima kecha-kunduz tinmadi. Bu orada qizchasi bir istimalab yaxshi bo'ldi. Ishlari ko'pligi sabab qiziga ham qaray olmayotgandi. Qaynonasi ko'zini ochtirmaydi. Har bir gapida qiz tug'ding deydi. Halima esa oilasi buzilmasligi uchun chidaydi, sabr qiladi. Dadajon, bugun oyimning tug'ilgan kuni ekan. Ertaroq kelasizmi? Har kuni kech kelyapsiz. Ona qizim, shu kunlarda ishlarim ko'p. Erta kelishga va'da bera olmayman. Ruqiya ota va qiz suhbatini eshitar ekan, yuziga ko'z yoshlari dumaladi. Umrim oxirigacha sizni mehringizni istab o'taman shekilli. O'tmishimdagi og'riqli kunlarimni unutib, sizga ko'ngil qo'ygandim. Ammo doimgidek baxtsizman. Murod ketgach, ona va qiz hamma joylarni tozaladi. Kechki tug'ilgan kun uchun tort pishirdi. Salat, shirinliklar tayyorladi. Tug'ilgan kun oilaviy bo'layotgandi. Ruqiya tarafdan onasi keldi. Kech ham tushdi. Hamma dasturxon atrofida. Ammo Murod yo'q edi. Ruqiyani ikki ko'zi eshikda. Balki surpriz tayyorlagandir deya umid qilardi. Nimalarni o'ylaysan, Ruqiya? U seni yomon ko'rsa, surpriz deysanmi? Ruqiya ko'z yoshlarini artib, yaqinlariga kulib qarardi, ammo ich-ichidan azoblanardi. Mehmonlar ham tarqalishdi. Yodgora ham dadasini kuta-kuta uxlab qoldi. Ruqiya hamma joylarni tartibga keltirib, Yodgorani xonasiga borib, uni yoniga yotdi. Birozdan keyin uxlab qolgan ekan. Xonada qadam tovushlarini eshitgan Ruqiya sekin ko'zlarini ochdi. Murod kelibdi. Yodgorani yuzidan o'pib, ustini yopib qo'ydi. Ruqiya bir qaradi-yu, yana ko'zlarini yumib oldi. Biroz turib, o'ziga qaratilgan nigohlarni his qilib, g'alati bo'lib ketdi. Sezdi. Murod unga ham qaradi va xonadan chiqib ketdi. Ruqiya uxlolmadi va ustiga yopinchiq olib, hovliga, bog'ga chiqdi. Qarasa, Murod ham uxlamabdi. O'rindiqda sigaret tutatib, o'ychan o'tirardi. Ruqiya sekin borib, uning yoniga o'tirdi. "Nega uxlamading?" dedi Murod Ruqiyaga qaramasdan. "Uyqum kelmadi." "Siz nega uxlamadingiz? Yana sigaret chekishingizni ilk bora ko'rishim. Nimadandir siqildingizmi?" Negadir Ruqiya shu on Murodni tinglamoqchi bo'ldi. "Yo'q, hech nima bo'lmadi." Doimgidek qo'rs javob. Ruqiya bunga o'rganib ham qolgandi. Bu dunyodagi eng qiyin narsa nima deb so'rasalar, men kutish deyman. Ruqiyani tilidan beixtiyor shu so'zlar chiqdi. Hozir ichidagilarni aytgisi keldi. His qilishini kutish, ko'ra olishini kutish. Ammo og'iri nima bilasizmi? Murod bu gaplarni tinglar ekan, hayron bo'lib Ruqiyaga qaradi. Bir kun menga boqadimi? Bir kun ichimdagilarni anglarmi deya yashash. O'tmishimdagi og'riqli kunlarimni unutgandim. Siz hayotimga kirib kelganingizda. Ammo e'tiborsizlik odamni o'ldirgandan battar qilar ekan. Ruqiya shu gaplarni aytdi-yu, yuziga ko'z yoshlari dumaladi. Murod esa bu gaplarni tushunib-tushunmay Ruqiyaga qarab qolgandi. Ruqiya shu gaplarni aytdi-yu, ortiq o'tira olmadi. Murodning yonida joyidan turdi-yu, ichkariga kirib ketdi. Murod Ruqiya ketgach, xayollari battar chalkashdi. Ruqiyaga uylangan kunimdan buyon menga kelayotgan video, tasvirlar, rasmlar, bular nima? Qay biriga ishonay? Qizimga onalik mehrini berayotgan, lekin men uni bu videolardan keyin yomon deb o'ylayotgan qizgami? Aslida bu tasvirlar haqiqatdek.
Chunki u tasvirlarda Ruqiya baxtli, otasi tengi inson bilan baxtli. Murod shularni o'ylar ekan, qo'lidagi sigaretini jahl bilan otib yubordi. U meni yoqtirar ekan. Bu gaplari haqiqatmi yoki bir o'yin, pinjimga kirib olishi uchun qilinayotgan o'yinmi? Lekin shu paytgacha qizimga yomon gapirmagan. Agar hammasi o'yin bo'lsa, rolingni qoyilmaqom o'ynayapsan, Ruqiya. Murod jahl bilan o'rindiqni tepdi. Kimga ishonay, kimga? Boshini changallagancha biroz turgan Murod birpas turib ichkariga kirdi. Nega dilingdagilarni aytding, Ruqiya? Nega? U nima deb o'ylaydi? Uning ko'zlariga qanday qaraysan endi? Ahmoqsan, jinnisan sen qiz. Lekin bir tomondan ichimdagilarni aytib yengil bo'ldim. Ruqiya chuqur nafas olib chiqardi. Ertalab ham Ruqiya Muroddan o'zini olib qochib yurdi. Murod esa ishlari ko'pligi sabab nonushta ham qilmasdan ishiga ketdi. Kelinoyi, ertalabdan nima dardi bor ekani bu yalmog'izni. Endigina bir haftalik kelin soat 7dan oshib ketgan bo'lsa ham uxlab yotardi. Jahona erinibgina joyidan turdi-da, uyoq buyog'ini to'g'irlagan bo'lib xonasidan chiqdi. Nima bo'ldi Sabohatxon deya qaynisinglisiga uyqusirabgina qaradi Jahona. Jahonani ikkita o'zidan kichik qaynsingillari bor ekan va bitta qaynukasi. Ikkita qaynisinglisi naqd yalmog'izni o'zginasi. Jahonani nazarida bir jag'i ochilsa chakaga tinmaydigan shallaqa qizlar ekan. Qaynonasi-ku binoyidek, ammo bir gapirsa yomon chaqib olarkan. Bu nima kelinoyi, nima? Kir mashinani ishlatishni bilmasangiz nega kir yuvasiz? Koftamni rasvosini chiqaribsiz-ku. Eng yoqtirgan koftamni dabdalasini chiqaribsiz. Yoqmagan bo'lsa o'zingiz yuving edi. Meni borim shu. Meni qilayotganlarim yoqmasa o'zingiz qiling. Qo'lingiz bor. Jahona yuzim ko'zim demasdan qaynisinglisiga gapirib tashladi. Uyida qo'lini sovuq suvga urmagan qiz bu yerga kelib ham ishlarni erinchoqlik ila qilardi. Tushunmadim, sen hozir menga aytdingmi bu gaplarni? Sabohat jahl bilan qo'lidagi koftasini otib yubordi. Ha, nima, qulog'ingiz karmi? Albatta sizga aytdim. Yana meni sensiramang. Har holda akangizni xotiniman. Hurmatimni joyiga qo'ying. Men bu uyga sizlarni cho'richiligingizni qilgani kelmadim deya Jahona gapdan qolmay bidirlardi. Qilasan, qilmay qayerga ham borarding? Bu uyda seni vazifang shu, tushundingmi? Haliyam sensiryaptimi bu yalmog'iz? Jahona o'zi ham bilmay qoldi yalmog'iz so'zini qanday aytib yuborganini. Nima? Hali yalmog'iz bo'ldimmi? Sabohat Jahonani sochlariga yopishdi va kelin qaynsingil bir-birini sochini yulishga tushdi. Ana tomosha-yu, mana tomosha. Dangasa kelin va shartaki qaynsingilni qaynona va Jahonani eri kelib ajratishdi. Bu nima qilganing Jahona? Eri Jahonani yuziga shapaloq tushirdi. Bu holatni kutmagan Jahona eriga qarab qolgandi. Sen isqirt, meni qizimni urishga qanday hadding sig'di? Qaynonasi Jahonaga baqira ketdi. Ertalabki bu to'polon Jahonani yig'lagancha ota uyiga ketish bilan yakunlandi. Ruqiya yodgorani bog'chadan olib chiqar ekan, birdan nigohi o'ziga qarab turgan kimsaga tushdi. Tushdi-yu, joyida qotib qoldi. U bu yerda nima qilyapti? Axir qamoqda edi-ku. Sal qolsa qo'rquvdan hushdan ayrilay degan Ruqiya dir-dir titray boshladi. Oyi, sizga nima bo'ldi? Oyi, Yodgora qo'lidan tortqilamaganda shunday turaverardi. Hech nima qizim, yura qol. Bu yerdan ketaylik tezroq. Ona, keliningiz qani? Oshxonada ovqat qilayotgandim, Sardor akamning ovozi eshitildi. Nima bo'ldi ekan? O'sha ilk kechamizda bo'lib o'tgan dilxiralikdan so'ng deyarli umuman gapirmay qolgan Sardor akam meni izlayapti.
Bir tarafdan quvunsam, bir tarafdan xafa edim. Chunki men ularga munosib emasman. Gulruh deya Sardor akam oshxonaga kirib keldi. Tez xonamizga bor deya o'zi qaytib chiqib ketdi. Nigohlaridan nima deyishini anglolmay sekingina orqasidan xonamizga kirdim. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Dedim kiyimlarni almashtirayotgan Sardor akamga qaramasdan. Valaykum assalom. Gulruh, ovqatingni qilib bo'lgan bo'lsang, tayyorlan. Nega? Hozir meni ota uyimga olib borib tashlasa-ya. Ish bo'yicha ziyofat bor. Hamma ayoli bilan boradi. Shuning uchun sen ham tayyorlan. Axir Sardor aka, meni kechirdingizmi? Aslida men bu yerda qolishga haqqim yo'q. Javobimni bersangiz ham. Oxirgi gaplarimni yakunlolmadim. Sardor akam kelib labimga qo'lini bosdi. Jim, bu gapni boshqa eshitmay. Bunaqa gaplarni xayolingdan chiqar. Sendan jahlim chiqqan rost. Bu degani seni haydashim kerak degani emas. Seni hech qachon qo'yib yubormayman. Sardor akam yuzimga dumalagan ko'z yoshlarimni artib bag'riga bosdilar. Shu on takror Sardor akamni juda ham yaxshi ko'rib ketdim. Sevgim yanayam mustahkamlanib, ularga bo'lgan muhabbatim kuchaydi. Axir ular meni haydab solmadi. Aksincha, biroz jahl qilib gapirmadilar va mana bugun ular meni kechirdilar. Demak, meni sevar ekan. Baxtliman. Men sevgan inson meni ham sevishdan baxtliman. Qolgan gaplarni keyin gaplashamiz. Sen tayyorlan, bo'lmasa kech qolamiz. Sen qiz qanday qiz bo'lding-a? Meni qo'ni-qo'shni, qarindosh urug' oldida sharmanda qilding. Qiz bo'lmay har balo bo'lgur. Nima emish, Shohida opani qizi 3 kun bo'lmay qaytib kelibdi uyiga. Bir balosi borki, 3 kunlik kelin qaytib kelgan deyishyapti. Hoziroq ket uyingga. 5-qism tugadi. Davomi bor.